Rostdanmi? Xamir yoymasdan qilinar ekanmi? Hammaga salom. Bugun sizlar bilan ismaloqdan tez tayyor bo'ladigan yegulik tayyorlaymiz. Bunda bizga lavash xamiri, ismaloq, piyoz va xohishga ko'ra tuz va murch kerak bo'ladi. Ismaloqni yaxshilab yuvib olgandan keyin maydaroq qilib to'g'rab olamiz. Undan keyin piyozni ham to'g'rab olamiz va qizib turgan tovaga birozgina yog' qo'yib, oldin piyozni, keyin ismaloqlarni qovurib olamiz. Orada ziravorlarni ham qish tugab, bahor kelishi bilan organizmimizga vitaminlar doimgidan ko'proq kerak bo'ladi. Shunaqa paytlarda bu yegulikni oila a'zolaringizga bitta tayyorlab bersangiz, ham mazali, ham foydali sovg'a bo'ladi. Nachinkamizni ozgina suv chiqishni boshlagandan keyin tagini o'chiramiz va unga terkadan chiqarilgan sirni xohishga ko'ra aralashtirib olamiz. Keyin esa lavash xamirinikiga bo'lib, tayyor nachinkani solib, konvert shaklida o'rab chiqamiz. Men hamma jarayonni videoda ketma-ket ko'rsatib o'tdim. Ba'zida o'ylayman, yaxshiyam shu lavash xamirlari bo'lmasa o'xshagan xamir yoyishni bilmaydiganlarga qiyin bo'lardi. Sababi xamir yo'qotlarni juda ham yaxshi ko'raman, lekin ko'pincha xamir yoyishga erinaman yoki yoygan xamirlarim o'xshab chiqmaydi. Shunaqa payt lavash xamiri menga yordamga keladi. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, menga obuna bo'lishni unutmang. Chunki meni profilimda onalarga foydali maslahatlar, har xil retsept borkalarini topishingiz mumkin. Va eng asosiysi, menda yoki tez yoki oson bo'ladigan lifhaklar va retseptlar mavjud. Hammaga yoqimli ishtaha.